Mundial boshlanishiga ham 2 kun qolmoqda va hozir jahon chempionati favoritlari haqida gaplashishning ayni vaqti. Bizning terma jamoamiz afsuski asosiy favoritlar safida bo'lmasa-da, Neymar, Messi hamda Ronaldoning jamoasi uchun muxlislik qiladiganlar ko'pchilik. Va bugungi videoda shu hafta boshlanadigan Mundial favoritlari haqida gaplashamiz. Boshlashimizdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Chunki jahon chempionati davomida juda qiziqarli videolarni rejalashtirib qo'yganmiz. Endi boshladik. Norvegiya. 28 yil deganda Norvegiya yana jahon chempionatiga qaytmoqda. 1998-yildan beri ular 6 marta ketma-ket jahon chempionatini o'tkazib yuborishgan. Lekin endi Norvegiya mundialga Holland hamda Edgar bilan birga yetib kelishmoqda. Bejizga ushbu terma jamoa favoritlar qatoriga kiritilmayapti. Saralashdagi statistikasiga e'tibor bering. 8 ta uchrashuv, 8 ta g'alaba, 37 ta urilgan gollar hamda faqatgina 8 ta gol o'tkazib yuborgan. Yevropadagi eng yaxshi ko'rsatkich. Ushbu gollarning deyarli yarmi Erling Haalandga tegishli 16 ta. Tasavvur qiling, 16 ta gol 8 ta uchrashuvda, har bir o'yinda 2 tadan gol degani. Norvegiya guruhda Senegal hamda Fransiyaga qarshi o'ynaydi. Albatta guruh bosqichi oson emas, lekin har 44 daqiqada gol kiritadigan jamoa uchun guruhdan chiqish muammoga aylanmasa kerak. Norvegiya mundialda yaqqol favorit bo'lmasa-da, kutilmagan natijalar ko'rsata oladigan jamoa. Niderlandiya. Keyingi jamoa Niderlandiya 3 ta mundial finali va 3 ta kumush medal. Niderlandiyani terma jamoalar ichidagi Juventus hamda Atleticoga o'xshataman. Biror bir kattaroq turnir finaliga chiqsa albatta yutqazadi. Ushbu terma jamoa FIFA reytingida 7-o'rinni egallab kelmoqda. Opta superkompyuter esa ularning jahon chempionatidagi imkoniyat foizini 3.6% deb belgilagan. O'tgan safargi mundialda Gollandiya chempionatning eng dramatik uchrashuvlaridan birini ko'rsatib, turnirni tark etadi. Bo'lajak chempion Argentinaga mag'lub bo'lgan holda. Jamoada yetakchi futbolchilar yetarli bo'lganiga qaramay, baribir bir nechta pozitsiyalar kuchsiz. Ayniqsa markaziy hujum. Robin van Persiedan keyin Niderlandiya hali ham uning o'rnini bosa olmayapti. Memphis Depayning esa o'yin stili farq qiladi. Mundial boshlanishidan oldin Xavi Simons ham jarohat olib uzoq muddatga safdan chiqqani Niderlandiyaning imkoniyatlarini yanada kamaytiradi. Xorvatiya. 2018-yilgi jahon chempionatida kumush medal hamda 2022-yilda bronza medal sohiblari Xorvatiyasiz jahon chempionatlarini tasavvur qilish qiyin. Aholisi 3.9 million bo'lishiga qaramay, ushbu terma jamoa dunyo bo'ylab millionlab muxlislarga ega. Tarkibida Ivan Perisic, Gvardiol hamda tirik afsona Luka Modric bilan jahon chempionatiga yetib kelishmoqda. 2018-yilgi kumush medal va 2022-yilgi bronza medallar bu omad emas, shunchaki to'g'ri qurilgan sistema. Guruh bosqichi ham Xorvatiya uchun unchalik muammoli emas. Faqat Angliya terma jamoasidan tashqari Gana va Panamani osonlik bilan yutib play-offga yo'l olsa bo'ladi. Saudiyada bo'lgan jahon chempionatida Xorvatiya butun dunyoni shokka solib, turnir favoritlaridan biri Braziliyani uyiga jo'natadi. 2018-yilda esa Angliyani. Agar AQShdagi chempionatda ham Xorvatiya turnirning yaqqol favoritlarini chiqarib yuborsa, hayron qolmayman. Germaniya. 2014-yilgi jahon chempioni Germaniya 7-o'rinda. Nemislar hozirgacha 4 marotaba mundialda chempion bo'lishgan, lekin so'nggi yillarda hatto guruhdan ham chiqa olishmayapti. Buning asosiy sababi oltin avlod vakillari qarib qolgani. Bu yilgi mundialda ham Germaniya asosiy favorit emas, lekin 2024-yilgi Yevropa chempionatidagi formasini hisobga olsak, top terma jamoalarga qarshi yaxshigina muammo tug'dira oladigan jamoa. Florian Wirtz, Jamal Musiala, Nico Schlotterbeck hamda 40 yoshli Sardor Manuel Neuer bilan Germaniya guruh bosqichida Curacao, Ekvador hamda Cote d'Ivoire'ga qarshi o'ynaydi. Endi bunday guruhdan play-offga chiqmaslikning iloji yo'q. 2 marta ketma-ket jahon chempionati guruh bosqichida qolib ketish 4 karra jahon chempionlari uchun shok va sharmandalik edi. Oxirgi Yevrodagi Germaniyaning formasiga qarab, bu chempionatda ulardan nimadir kutsa bo'ladi. Kamida chorak final. Argentina. Asosiy favoritlarga ham yetib keldik. Amaldagi jahon chempionlari Argentina 6-o'rinda. Nega bunchalik past? Boshqa nashrlar Argentinani top 3talikka qo'yishmoqda deyishingiz mumkin. To'g'ri, tarkibidagi yulduzlarni hamda Argentinaning natijalarini hisobga olsak, ular asosiy favoritlardan biri. Lekin Argentinaning oltin avlodi almashib kelmoqda. Endi oldingi Di Maria, Dybalalar yo'q. Messi ham yaqinda 39 yoshga to'ladi. Baribir oldingi tezlik, kuch, texnika hamda dribling unda yo'q.
Qolaversa, motivatsiya ham 4 yil oldingidek emas. Albatta, tarkib shunchaki dahshat. Julian Alvarez, Lautaro Martinez, Enzo Fernandez va McAllister kabi yulduzlarga to'la. Zaxirada ham Como safida seriyani yondirgan Nico Pas ham bor. Lekin jamoaning asosiy liderlari qaridi. 2024-yilgi Copa America finalida ham Argentina Kolumbiyani ekstra taymlarda yutadi. FIFA reytingida ham 3-o'ringa tushib ketganini hisobga olsak, Argentina jahon chempionati uchun albatta favorit, lekin chempion bo'lish koeffitsiyenti nisbatan kamroq. Menimcha, yarim finalgacha bemalol kela oladi. Angliya. So'nggi yillarning eng omadsiz terma jamoalaridan biri Angliya 5-o'rinda, ikkita ketma-ket Yevroda kumush medal. Jahon chempionatlarida esa chorak finaldan u yog'iga o'ta olmayapti. Angliya terma jamoasining tarkibi ham juda ko'p savollarni tug'diradi. Tarkibga Cole Palmer, Luke Shaw, Harry Maguire, Phil Foden, Gibbs White va Trent Alexander-Arnold kabi futbolchilar qaydnomadan chetda qoldirilgani hammani hayron qoldirdi. Anthony Gordon, Madueke hamda Jet Spence esa qanday qilib tarkibga kelib qolgani umuman tushunarsiz. Gordon APLda eng yomon mavsumini o'tkazdi. Maduekedan esa Phil Foden yoki Palmer jarohat olgan holda ham yaxshiroq o'ynay olishadi. Balki Thomas Tuchel nimalarnidir o'ylab qo'ygandir. Buni tez orada bilib olamiz. Angliya terma jamoasi 5-o'rinda bo'lishining asosiy sababi oltin to'pga da'vogarlar Harry Kane va Declan Rice. Kane ushbu mavsumda 53 ta uchrashuvda 60 ta gol kiritib, oltin butsani qo'liga kiritdi. 2024-yilda Angliya Yevro finalgacha yetib borib, Ispaniyaga imkoniyatni boy beradi va agar mundialda turnir oxirigacha yetib bora olishsa, revansh olishi mumkin. Braziliya. 4-o'rinda Braziliya 5 karra jahon chempionlari. Mundial tashkil qilingandan beri har bir jahon chempionatida ishtirok etib kelayotgan yagona terma jamoa. Yangi murabbiy, yosh tarkib, kuchli liderlar bilan Braziliyani ko'pchilik, hatto turnirning asosiy favorit sifatida ko'rishmoqda. Rafinyaning hamda Viniciusning pik formasini hisobga olsak, Braziliya guruhdan qiyinchiliksiz chiqib, kamida yarim finalgacha yetib borish kerak. Va eng asosiy yulduz Neymarning mundialga chaqirilishi bu butun futbol uchun juda katta xushxabar. Neymar so'nggi yillarda umuman o'z darajasiga yaqin ham o'yin ko'rsatmayapti. Lekin aynan jahon chempionatida o'ynash uchun Al Hiloldagi yiliga 100 million dollardan ortiqroq bo'lgan maoshidan voz kechib, Santosga qaytib keldi. Braziliyaning tarkibi ham yetarlicha savollar tug'diradi. Joao Pedro, Antony va Savinyolar chaqirilmaganligi shunchaki qiziq. Hamda Luis Enrique, Fabinho, Ibanez, Douglas Santoslar tarkibdan qanday qilib joy olgani umuman tushunarsiz. Kamiga Braziliyaning qaydnomasida faqatgina 5 ta yarim himoyachi bor. Boshqa terma jamoalar bilan solishtirganda bu juda kam. Braziliyaning muvaffaqiyati endi faqatgina Carlo Ancelottiga bog'liq. Tarkibni u tanlagan va uning biz bilmaydigan qandaydir rejasi bor. Portugaliya. Top uchini Portugaliya bilan boshlaymiz. Ko'pchilik muxlislar favoriti. 2022-yilda Argentina chempion bo'lgandan keyin endi bu yil Portugaliya chempion bo'lishi kerak deb aytishmoqda. Haqiqatan ham tarkib taraflama Portugaliya juda kuchli. Hatto dunyodagi eng kuchli yarim himoyaga ega desak ham bo'ladi. Faqatgina Ispaniya bu borada ular bilan raqobat qila olishi mumkin. Portugaliya FIFA reytingida 5-o'rinni egallab kelmoqda va o'tgan yili hozirgi mundial favoritlaridan biri Ispaniyani ular Millatlar Ligasi finalda mag'lub qilib kubok ko'tarishadi. Lekin katta turnirlarda baribir Portugaliyaga har doim nimadir yetishmagan. Marokash, Fransiya, Urugvay va Belgiyaga qarshi yutqazib, 10 yildan beri kattaroq sovrinni hali qo'liga kiritgani yo'q va hozir bu uchun juda yaxshi imkoniyat paydo bo'lmoqda. Portugaliyaning asosiy tarkibiga e'tibor bering. Ruben Dias, Nuno Mendes, Joao Cancelo, Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Pedro Neto, Joao Felix, Bernardo Silva, Rafael Leao hamda Cristiano Ronaldo. Deyarli barcha futbolchilar o'z pozitsiyasining eng zo'ri hisoblanadi. Endi hammasi murabbiy Roberto Martinezga bog'liq. Agar ushbu futbolchilardan yaxshi jamoa hosil qilsa, Portugaliya kamida yarim finalgacha yetib bora oladi. Fransiya. 2-o'rinda Fransiya terma jamoasi 2 safardan beri kamida jahon chempionati finaligacha yetib kelmoqda. Bu yil ham asosiy favorit Fransiya desak bo'ladi. Shunchaki hujum chizig'iga e'tibor bering. Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, Michael Olise, Marcos Thuram hamda Bradley Barcola. Fransiya qanday qilib FIFA reytingida ham 1-o'rinda borayotgani men uchun juda qiziq. Eslatib o'taman, ular so'nggi bor 2018-yilda katta sovrinni yutishgan, ya'ni jahon chempionatini, Millatlar Ligasini hisobga olmagan holda aytayapman. Fransiyaning deyarli har bir chizig'i super yulduzlarga to'lgan. Faqatgina himoya boshqa pozitsiyalarga qaraganda zaifroq. Jules Koundé, Dayo Upamecano hamda Ibrahima Konatening so'nggi o'yinlardagi performansiga qarasangiz buni sezasiz. Lekin eng yaxshi himoya bu hujum deganlaridek, Fransiya terma jamoasi uchun bu muammoga aylanmasligi kerak. Oltin to'p haqidagi chiqargan videoyimda ham aytganman, ko'p narsa jahon chempionatiga bog'liq deb. Agar Fransiya mundialni qo'liga kiritsa, Olise yoki katta ehtimol Ousmane Dembele ushbu sovrinni qo'liga kiritadi. Tasavvur qiling, yil oxirigacha Ousmane Dembeleda 2 ta oltin to'p, 2 ta
jahon chempionati hamda ikkita Chempionlar Ligasi sovrini bo'lishi mumkin. Ispaniya va Mundialning asosiy favoriti Ispaniya terma jamoasi. Qizil Furiya 2008-yildan 2012-yilgacha barcha musobaqalarda dominatsiya qilib kelgan. 4 yil ichida 2 ta Yevro hamda jahon chempionati. 2022-yilda Qizil Furiya penaltilar seriyasida Marokashga imkoniyatni boy berib, turnirni tark etishadi. 2018-yilda Rossiyaga, 2014-yilda esa umuman guruhdan chiqa olishmagan. Lekin hozir Ispaniyada yangi avlod shakllanmoqda. Yamal, Pedri, Rodri, Kubarsi, Nico Williams, Fabian Ruiz, David Raya hamda Marco Correa kabi sifatli futbolchilar bilan Ispaniya Yevroda ham g'alaba qozongandi va katta ehtimol Mundialda ham chempion bo'lishadi. Afsuski, guruhdagi dastlabki ikkita o'yinni Lamine Yamal o'tkazib yuborishi kutilmoqda. Lekin Urugvayga qarshi futbolchi yana maydonga qaytadi. Ungacha Saudiya hamda Cabo Verdeni Ispaniya Yamalsiz ham osonlik bilan yuta oladi. Keling Ispaniyaning Euro 2024dagi o'yinlarini eslaymiz. 7 ta o'yin, 7 ta g'alaba. Parijdagi Olimpiadada ham oltin medal sohiblari va jahon chempionatiga saralash o'yinlarida ham 100% natijani qayd etgan. 6 ta o'yin, 6 ta g'alaba, 21 ta gol. Dunyoning eng qimmat futbolchisi Lamine Yamal uchun ham ushbu mundial juda muhim. Chunki o'tgan yil oltin to'pni qo'liga kirita olmagandan so'ng bu yil ajoyib imkoniyatga ega bo'lmoqda. Agar Lamine turnirning eng yaxshi futbolchisi bo'lib, Ispaniya jahon chempioni bo'lsa, katta ehtimol Yamal 19 yoshda oltin to'pni qo'liga kiritardi. Do'stlar, shu bilan videoga yakun yasaymiz. Sizningcha jahon chempionatida kim g'alaba qozonadi? O'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, o'zingizni asrang.